Fiyalka o'stirishdagi eng ommabop xatolardan biri haqida gaplashamiz. Bu katta tuvakka ekib qo'yish. Fiyalkani mana bunaqa katta tuvaklarga ekish mumkin emas. Chunki gullashi juda ham qiyin bo'ladi. Barglari ham juda ham o'sib ketib, xunuk bo'lib qoladi. Bunaqa 9,5 santimetrli tuvaklarga ekish tavsiya qilmayman. Mana bu gullab turgan mana katta fiyalkamni mana tuvakchasi. Mana ildizlari to'lgan va bu menga chiroyli gulla berdi. Fiyalkangiz shunaqa chiroyli gullashi uchun kichkina tuvak tanlang. Eng kattasi tuvagingizda 8,5 santimetr bo'lishi kerak. Bu mana shunaqa katta fiyalkalar uchun. Agar fiyalka detkalari uchun bo'ladigan bo'lsa, siz mana bunaqa kichkina stakanchiklardan foydalaning.